Hamma mediklar Buxorodagi oblbanitsaga почти kelsa kerak praktika qilish uchun. Men ham ertalabki kunimni oblbanitsadan boshladim. Darsimiz nevrologiya staji bo'lganligi uchun nevrologiya bo'limiga kirdim. Darsimiz tugadi, ertalabki darsimiz obed qildim. Obeddagi videoni olishga ulgurmadim. Obeddan keyingi esa fakultetda bo'ldi. Общий поточный darsimiz bu. Bizning ustozlarimiz hammasi Turkiyadan keladi. Darsim tugagandan keyin Zahratunga bordim syomka qilishga. Ajoyib trendlar videochalar oldik. Zahratun fast food bilan bir anchadan beri ishlaymiz. Juda ham zo'r kompaniya. Keyin esa Bituga bordim. Bituga esa seminar bo'ldi, konferensiya. Turkiyadan mehmonlar kelishdi. Juda ham zo'r bo'ldi bayram. Klip video ham olgandik. Nasib bo'lsa keyingi postlarda joylayman. Bular esa meni shogirdlarim video olishlar. Keyin u yerdan chiqib zooparkka bordik. Zooparkka har xil videochalar oldik. Buni maymuni qaranglar, mana qo'rqishini. Mana bu sherni qaranglar va lev. Mana bu yondagilari esa bolachalar. Agar Buxoroga bo'lib turib shu zooparkka kirmagan bo'lsalaringlar, lekin armonda qolasizlar, pastdan nomerlarni qoldiraman. Telefon qilib borishlaringiz mumkin. Meni nomimdan borsalaringiz sizlarga zo'r skidkalar qilib beradilar. Keyin esa Dunyo Kidsga bordim syomka qilishga. Aytgancha, agar siz Dunyo Kidsdan 300 ming so'mga ortiq xarid qilsangiz, sizga zooparkka kirishga bitta bilet bepul beriladi. Keyin esa u yerdan chiqib, Dunyo Kidsdan chiqib, ya'ni uyga bordim. Uyga kelib esa mevalar bor edi, kompot qo'ydim. Xullas, kunim mana shunday o'tdi. Aytinglarchi, nechta lokatsiyaga bordim? Qani kim to'g'ri topadi, kommentariyada yozib qoldiringlar.